Leşimizin devamını anlayacağız hürmetli vatandaş. Leksiyemizin devamı hürmetli vatandaş. Xenda şirkte gumran bolgan aman. Zor miqdarda Xenda şirketiga münasebetlik təminligiçe sodigerle iş tertipleri boyunca pul alalmaslık qiyinçiligiga duch kelidi. Quruluş qilguvchilar pul alalmasa sansanaksız işçiler koçaga çıkıdı. Xitay namoyish qilib ko'chaga chiqadi desa buning ishongili bo'lmaydi. Hamda jumlada shunda kelibdi, shuni aytib qo'ydim men sizga vatandosh. Sanoqsiz ishchilar ko'chaga chiqadi. Maosh talab qiladi. Bank va sistemli pul muomala davolg'ishini keltirib chiqaradi. Olimlar mundaq ko'rsatdi. Xenda Groyning portlash qudratini tasavvur qilishmi qiyinga to'xtaydi. Halkılık mesele yani xatarlik rayonlardır. Yani öy imaret ticaret bölekleri. Hemmisi xatarlik portlash viviskisi esip turuptu. Ötken ayda meblağ topluğucu Sun Hong Bin uçuk aşkara mundaq degen idi. Keler yerim yılda öy imaret ticaret bazarı şiddetlik boludu. Vanki şirketi biz tirik kalsaklı buludu dedi. Bir göy yuvan şirketi trilyon miktarlı qarz kölümü bilen hazırgıça nefes elevatıdı, yanalı yaşap kelevatıdı. Xenda uzul kesel gumram boluduğan bolsa, zincirsiman aşı tasar payda kılıdı. Jungo banka nazarat sistemisi Xenda Groy gumram bolgandan keyin yetip keladigan inkasını tanıp yetdi. 8 ayının 19 günü Jungo Merkezi Bankası torbitede. Xalq Bankası Banka Nazarat Komiteti Xenda Groy bilen görüştü. Mavzulu xabar e'lon qildi. Bir cümlege yig'inchoqlaganda gap mundaq edi. Yani pul muomala xatarini tugatishni maqsad qilgandimi, Xenda Groyga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Demek bu yerda hukumat bir taraf qilmoqchi emas, yoki hukumat Xenda Groyni qutqizib qolaylik degichimi emas. Chunki boshda aytdik vaziyat to'g'risida 8 trilyon. Hukumat 8 trilyon qarzni bankidan ko'tarib mumkinmi? Mumkin. Qilgandimi Xenda Groyga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Xenda Groy uzil kesel gumron bo'ladigan bo'lsa, Jungo iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Şirketga bevosita yollanib, bu şirketga bevosita yollanib ishlaydigan 200 ming nafar ishchi bor. Xendaga munosabatlik mulozimlik xizmatchilar 380 mingdan ortiq. 380 ming nafardan ortiq. Xenda Groyning gumron bo'lishi intayin zo'r ishsizlik masalasini paydo qiladi. Minglagan, hatta milyonlagan cho'ng-kichik shirkatlar mablag' kamchiligi tufayli gumron bo'ladi. Hozirgi qog'oz pul mohiyat jihatdan aytganda qarz ilm birim muomalasiga munosabatlik qog'oz puldir. Qarz muomala gumron bo'lgan aman qog'oz pul shaklsiz parga aylanib ketishga barobardir. Öy imaratning mablag' xosligi tugishidir. Bunun o'rniga qo'ydigan sifatlik mablag'i bo'lmagan chog'da
pulvozlik qimmatbaholik mahsulotlarga yuzlanadi. İşlep chiqarishning ham materialning bahosi shiddat bilan o'rlaydi. Shundoq bo'lib, butun mamlakatda mal bahosining o'rlishi yuqori dolqinga ko'tariladi. Paqirab turgan, beshingizni bir qo'lingiz bilan terab turib, qaraydigan nazar soladigan, ko'kka taqashgan binolar Jungocha namratlikning o'visi yoki gamisiga aylanadi. Iqtisodshunos Lang Shanping aytgandek 99% o'ttirib burjuaziya proletarlar gadaylar sinipiga aylanadi. Qonuniyatdan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Gerçi senin aralışış kuchun shuncha kuchlik bo'lsa-mu, qonuniyatlarning rol o'ynashini kontrol qila olsangmi yoki kechiktirib olsangmi, lekin qonuniyat o qonuniyatdir. U hamon o'zini ko'rsatadi. Iqtisodshunos He Qinglian mundaq ko'rsatdi. He Qinglianni yaqinda sizlarga tanishtirdik. Sotsiolog, iqtisodshunos, Afg'oniston nüfusi 20 yilda 20 million ko'paydi degan xonim He Qinglian mundaq ko'rsatdi. Uy mulk, mazg'ab tijoratining yemirilishi hukumatga, bank sistemasiga, ko'plagan shirkatlar va Jungo xalqiga chetishlik qabohatli tushdi. Oqibat chuqum shundoq bo'ladiki, gumurlush ichinishlik bo'ladi. Xinda shirkatining go'mirilishi yoki gumron bo'lishi ichinishlik bo'ladi. Xinda guruhining hukumatga keltirgan tahdidi bu hargizmi tahdid hisoblanmaydi. Xinda guruhining hukumat keltirgan tahdidi bu hargizmi tahdid hisoblanmaydi. Balki yaqin kelgusida yuz beradigan ajoyib bir manzaradir. Hukumatga tahdid elib keldi Xinda. Bugun Xinda guruhi to'g'risida leksiyalarimiz mushalar o'tandishim.